BTS a'zolarining 5 nafari harbiy xizmatni o'tamoqda. Rostini ayt, qaysi memberni eng ko'p sog'inyapsan? Jin. Ha. Biz sen uchun birinchi detektor testlar tayyorlaganmiz. Bu Jad, poligraf eksperti. Biz seni mashinaga ulaymiz va savollarga javob berishing kerak. Xo'sh, tayyormisan? Ha. Men juda hayajondaman. Bu yerdami juda jiddiy. Bu haqiqiy tuyula boshladi. Men mashinani sozlab olish uchun bir necha oddiy savollar beraman. Iltimos, rostini javob ber. Sening to'liq isming Kim Sap-jinmi? Yes. Sen Janubiy Koreyadanmisan? Yes. Sen BTS guruhi a'zosimisan? Yes. Sen poligraf testini topshirish uchun keldingmi? Yes. Ha. Hayajonlanyapsanmi? Ha. Yes. Nega? Men bunday og'ir va kuchli muhitda birinchi marta suratga tushyapman. Shuning uchun juda hayajondaman. Yaxshi, Jin rost gapiryapti. Unda seni hayotingdan boshlaymiz. Sen aytgansanki, debyutant oldin ko'plab entertainmentlarga bir necha bor taklif qilishgan, ammo sen buni firibgarlik deb o'ylagansan. Sen odamlarga uncha ishonmaydigan insonmisan? Men odamlarga osonlikcha ishonmayman. Men odamlarga ishonmas ekanman, ular meni aldasha olmaydi. Biror marotaba hayotda yo internetda firibgarlikka uchraganmisan? O'yin o'ynaganimda o'yin buyumlari sotib olishda bo'lgan. Qaysi o'yinlarda? Men juda ko'p o'yinlar o'ynaganman. Shuning uchun men bir necha o'yinda firibgarlikka uchraganman. Men o'yinlarda buyumlar sotib olish uchun to'laganman va sotuvchi shunchaki meni pulimni olgan u qochgan. Bu rost. Sen kim bilandir o'zing aloqaga chiqqaningda ular buni firibgarlik deb o'ylagan holat hech bo'lganmi? Menimcha, menda bunday holat ancha oldin bo'lgan. Men telefonimni yo'qotgandim. Shuning uchun men boshqa telefondan qo'ng'iroq qilib o'zimni tanishtirganman. Raqam meniki bo'lmagani uchun ular qo'ng'iroq qilayotgan odam men ekanimga ishonishmadi. Sen odatda telefoningni tez-tez yo'qotib turasanmi? Yo'q, men odatda buyumlarimni yo'qotmayman. Jad, rost aytyapti. Sen Super Mario va Maple Story kabi video o'yinlarga juda qiziqishingni aytgansan. Hatto ba'zi odamlar seni Marioning super muxlisi deb ham atashadi. To'g'risini ayt, sen yotoqda Marioning yumshoq o'yinchoqlaridan birortasi bilan uxlab qolganmisan? Men hech qanday qo'g'irchoq bilan uxlamayman. Jad, rost aytyapti. Ba'zi muxlislar seni hamsterga juda o'xshatishadi. Sen bunga qo'shilasanmi? Men hamsterga o'xshayman deb o'ylamayman. Muxlislaring buni bas qilishlarini xohlaysanmi? Men bunga qarshi emasman. Muxlislar meni qanday ko'rishsa ham bundan xursand bo'laman. Bu yolg'on. Demak, sen ularni bas qilishlarini xohlaysan? Yo'q, men to'xtatishlari kerak deb o'ylamayman. Xo'sh, sen tashqi ko'rinishdan qaysi hayvonga o'xshayman deb o'ylaysan? Menimcha, men kemiruvchilarga o'xshab ketaman. Yoki, masalan, kuchukchaga yo bo'riga o'xshashim mumkin. Sen oyoqlaring bilan chips paketini ocha olishing bilan mashhursan. Hozir biz uchun ham shunday qila olasanmi? Men uni ochishim mumkin, lekin hozir buni ko'rsatishni xohlamayman. Afsus. Sen bunday qila olishingni qanday bilib qolgansan? Men bolaligimdan beri oyoq barmoqlarim bilan narsalarni ko'tara olaman va shunchaki chips paketini ham ocha olaman deb o'yladim. Aynan qanday narsalar? Barmoqlarim bilan kiyimlarni ham, hatto qo'shimcha adyollarni ushlay olardim. Oyoq barmoqlarim bilan ushlashim mumkin bo'lgan har qanday narsani ushlaganman. Yana boshqa narsalarni ochib ko'rishga harakat qilganmisan? Yo'q, boshqa narsalarni ochib ko'rishga harakat qilmaganman. Rost aytyapti. Sen yoshligingda qo'shiqchi bo'lishdan oldin jurnalist bo'lishni xohlagan ekansan. Hozir ham jurnalist bo'lishni xohlarmiding? Men jurnalist bo'lishni xohlamayman. Nega unday deyapsan? Hozir qilayotgan ishimdan mamnunman va dunyo haqida ko'proq narsani o'rganganim sari bu kasbda yaxshi ishlay olmasligimni tushunib boryapman. Jad, rost aytyapti. Keling, keyingi mavzuga o'tamiz. Sening karyerang. BTS a'zolarining 5 nafari harbiy xizmatni o'tamoqda. Rostini ayt, qaysi memberni eng ko'p sog'inyapsan? Men barcha memberlarni sog'inyapman. Jad, savolga javob ber. Qaysi birini eng ko'p sog'inyapsan? Jungkookni. Bu rost. Senda BTS memberlari bilan umumiy guruh chati bormi? Bor. Nomi nima? Kim eng ko'p xabar yuborib turadi? Guruh chatida eng ko'p xabar yuborib turadigan odam bu Vi. Rost aytyapti.
Kim eng kam javob beradi? RM. Jad, bu rost. Seni yaxshi xabar yozuvchi deyishadimi? Men ba'zida mavzuga aloqasi bo'lmagan narsalar haqida gapiraman. Hozirda telefoningda o'qilmagan xabarlar bormi? Bor. Ular kimdan kelgan? Mahalladagi do'stlarimning xabarlarini o'qimadim. Nega ularga javob yozmaysan? Ular o'zaro o'yinlar haqida, menga keraksiz bo'lgan mavzular haqida gaplashishadi. Do'stlaringning fikrlari foydasiz deb o'ylaysanmi? Men hozirda hech qanday o'yin bilan band emasman. Shuning uchun bu men uchun foydasiz mazmun. Jad, bu haqiqat. Seni Instagramda 50 milliondan ortiq kuzatuvching bor. Yanada ko'proq bo'lishini xohlarmiding? Yo'q, men bunga e'tibor bermayman. Sen yoy burchidansan. Diqqat markazida bo'lish sen uchun qiyinmi? Diqqat markazida bo'lish men uchun biroz qiyin kechadi. Sen musiqiy super yulduzsan. Bu sen uchun qiyin bo'lsa kerak. Yo'q, qiyin emas. Rasmiy sahifangda atigi 6 kishini kuzatasan. Biror kishi ularni kuzatmayotganing haqida yuzingga aytganmi? Bo'lgan. U kim edi? Bilmasam, men bunaqa narsalarni eslab qoladigan turdagi odam emasman. Shuning uchun kimligini eslay olmayman. Juda ko'p odam shunday degan. Bu rost. Sen ovqat pishirishni yoqtirishingni va BTS uchun ovqatlar tayyorlaganingni aytgan eding. O'zingni mana bu odamdek, Gordon Ramsaydek yaxshi oshpaz deb hisoblaysanmi? Yo'q, men o'zimni bu kishidek yaxshi pishiradi deb o'ylamayman. Agar Gordon sening ovqat pishirishingni ko'rsa, senga baqiradi deb o'ylaysanmi? Yaramas bola deb so'ksa kerak ovqat haqida. Agar u senga baqirsa, yig'larmiding? Yo'q, aslo yig'lamayman. O'zingning eski Jin mukbang ko'rsatuvingda hamma narsani faqat tushirarding. Kamera qarshisida yeyishni rad etadigan ovqating bormi? Men o'tkir hidli ziravorlarni yaxshi yemayman. Kashnit yoki shunga o'xshash kuchli hidli ovqatlarni yemagan bo'lardim. Ko'rsatuving haqidagi izohlarni o'qiysanmi? Faqat tepadagilardan bir nechtasini. Ular nima deyishadi? Jin, juda kelishgan. Seni juda yaxshi ko'raman. Jad, rost aytyapti. Bu juda yaxshi. Rahmat. 2021-yilda Super Tuna qo'shig'ing chiqqanda uyalganingni va muxlislardan dance challenge qilmasligingni so'raganding. Haqiqatan uyalganmiding yoki bu qo'shiqni virusdek tarqatish uchun teskari psixologiyamidi? Viral bo'lishini ko'zlamagandim. Men ham yaxshi musiqa qiladigan odam bo'lganim uchun bunaqa biroz sodda musiqa mashhur bo'lib ketishini xohlamagandim. 음악이 알려지기를 원치는 않았습니다. Bu haqiqat. Musiqangni sodda deb o'ylaysanmi? Super Tunani oddiy deb o'ylayman. Rost aytyapti. Yangi Eko alboming koinot darajasidagi tajribalar haqida ekanligini aytding. Sendan koinot darajasidagi tajribalar ko'p bo'lganmi? Baribir o'z tengdoshlarimga qaraganda ko'p narsani qilib ko'rganman deb o'ylayman. Masalan, o'n minglab odamlar qarshisida chiqish qildim. Turli soha odamlari bilan uchrashib, suhbatlashdim. Oxirgi marta qachon kiringni yuvding? Taxminan 2 hafta oldin. Bu haqiqat. Oxirgi marta qachon soching turmaklading? 2 hafta oldin. Bu rost. Ko'rinishidan 2 hafta oldin juda band bo'lganga o'xshaysan. To'g'ri. Pop madaniyatiga o'tamiz. O'zingga Worldwide Handsome laqabini bergansan. Ko'zgu sening eng yaqin do'sting deyish to'g'rimi? Ko'zguga tez-tez qarayman. Kelishgan yuzga qarashchalik quvonarli narsa yo'q-da. U rost gapiryapti. Rahmat. Bizga o'sha Worldwide Handsome yuzingni mana bu kameraga ko'rsata olasanmi? Hozir tashqi ko'rinishimga ishonchim biroz pastroq. Shuning uchun eng yaxshi ifodani ko'rsata olmayman. Nega? 3 kun davomida tunda soat 2:30da o'z-o'zidan uyg'onib ketdim. Hozir yuzimga uncha ishonchim yo'q. Bu haqiqat. Demak, hozir Worldwide Handsome emasmisan? Lekin baribir nomimga loyiq darajani saqlab turibman deb o'ylayman. Universitetni aktyorlik darajasi bilan tugatgansan. Tez orada kino yoki seriallarda chiqish bo'yicha yashirin rejalaring bormi? Umuman yo'q. Bu yolg'on. Menda hech qanday reja yo'q. Jad, u aldayapti. Jin, aktyor bo'lishni xohlaysan. Menda aktyor bo'lishga hech qanday qiziqish yo'q. Yolg'on. Shunchaki kameraga ortiqcha chiroylilik qilaman deb yo'q deyapsanmi? Juda kelishganligim rost, lekin aktyorlikka qolirish uchun juda ko'p mehnat kerak. Shuning uchun bu qadam tashlashga biroz qo'rqaman. Jad,
Rost gapiryapti. So you would never Koreys consider dramalarichi. acting in a K-drama. Menda umuman xohish 저는 yo'q. 하고 싶은 생각이 전혀 없습니다. Agar mana bu inson Bong Joon-ho seni o'z filmlaridan biriga taklif qilsa, ha degan bo'larmiding? 아유, 저 그래도 Yo'q, 하고 baribir 싶은 마음이 xohlamagan bo'lardim. Yolg'on. This Mana man, bu inson Tom was Cruise just on an episode yaqinda of your ko'rsatilgan variety show. mehmon bo'ldi. Bu was qanday that edi? like? Bolaligimdagi 제가 madaniyat 어렸을 uchun 때 mas'ul bo'lgan 문화를 insonni 책임져 ko'rish 주신 men uchun 분을 juda katta sharaf 만나뵙게 edi. 되어서 너무너무 영광이었습니다. Eng What's your sevimli favorite Tom Tom Cruise Cruise filming qaysi? Eng sevimligim Seriesiga bu bog'langan. albatta seriallar Mission ko'p bo'lgan Impossible. Mission Impossible. Sen Have you ularni seen hammasini this ko'rganmisan? Ko'rganman. Ko'rganman. Did you Senga like it? yoqdimi? 있었습니다. Bu kulgili edi. Jar, bu Did he rost. send you one of U his senga famous o'zining coconut mashhur cakes? kokosli tortidan yubordimi? 아니요, 저한테는 Oh, 안 yo'q, menga 보내주셨어요. yubormadi. Jar, bu rost. Shame. Uyat. Would you like to ask Tomdan Tom to hozir send you o'sha one of his tortni coconut so'ragan cakes now? bo'larmiding? Tom Cruise janoblari, agar men tavsiya qilgan mulhoyi mazali bo'lgan bo'lsa, menga ham kokosli tortdan bir marta yubora olasizmi? Umid qilamanki, u yuboradi. Rahmat. Speaking of game show hosts, Mana bu komik va boshlovchi Howie Mandel o'zini BTS muxlisi ekanligini va sen uning eng sevimlisi ekanligingni aytgan. Juda minnatdorman. Howie Mandel sening eng sevimli boshlovching deb ayta olasanmi? Xuddi shunday. Jad, bu yolg'on. Jen, rasmni ko'rsatgunimcha u kimligini bilarmiding? Albatta bilardim. To'g'ri. Uning ikkita ko'rsatuv nomini aytchi. Oh, birdaniga eslay olmayapman-da. Ko'rinib turibdi, u sening sevimli boshlovching emas. Kechirasan, birodar. Yaxshi. Oxirgi savol. Ushbu test davomida biz sezmagan biror joyda yolg'on gapirdingmi? Juda ko'p. Rost gapiryapti. 선의의 거짓말을 Lekin men asosan ezgu niyatli yolg'onlar gapiraman. Kimnidir xursand qilishi mumkin bo'lgan yolg'onlar. Aslida esa samimiy odamman. Rost gapiryapti.